Bugun men pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashganlar va ota-onasining pensiya masalalari bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap avgust oyida ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta ish haqida ketadi. Chunki ayrim hujjat, ariza yoki tekshiruvlar kechiksa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi, qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishi yoki pensiya qayta hisob kitobida ortiqcha kutib qolishi mumkin. Bu ma'lumot hamma uchun kerak. Hozir pensiya olayotganlar uchun ham, yaqinda pensiyaga chiqadiganlar uchun ham. Nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar uchun ham. Men bugun masalani oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Iltimos hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha bir necha kun kech eshitilgani uchun odamlar pulini vaqtida ola olmay qoladi. Avval ko'p ishlar faqat qog'oz hujjat asosida yuritilar edi. Pensioner biror qo'shimcha to'lov, qayta hisob kitob, ish staji yoki ish haqi bo'yicha masalaga duch kelsa, albatta idoradan idoraga borardi. Arxiv, sobiq ish joyi, bank, mahalla pensiya bo'limi. Hujjat topilmasa ish cho'zilardi. Ba'zan odam o'z haqini bilmagani uchun ariza bermasdi. Baribir o'zim kelib so'ramasam hech kim aytmaydi deb yurardi. Natijada oylar o'tib ketardi. Hozir esa ma'lumotlarning katta qismi elektron bazalar orqali tekshiriladi. Pasport ma'lumotlari, bank kartasi, doimiy yashash manzili, ayrim ish staji, mehnat daftarchasi ma'lumotlari, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy holatlar. Bu yaxshi tomoni. Lekin muammo shundaki, elektron bazada xato bo'lsa, familiya bitta harf bilan noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, eski ish staji ko'rinmay qolsa, bank kartasi muddat tugagan bo'lsa yoki pensionerning yashash manzili o'zgargan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ya'ni hozir tizim tezlashgan, lekin hammasi avtomatik bo'ladi. Men hech narsa qilmasam ham pul kelaveradi deb o'ylash xato. Avgust oyi nega muhim? Chunki yoz oxiri ko'p oilalarda o'qish, davolanish, kommunal to'lovlar, qish mavsumiga tayyorgarlik boshlanadigan davr. Bundan tashqari, ayrim pensionerlar yil davomida yig'ilib qolgan hujjatlarni aynan yozda tartibga soladi. Kimdir boshqa hududga ko'chgan bo'ladi. Kimdir bank kartasini almashtiradi. Kimdir qo'shimcha staj hujjatini topadi. Kimdir ishlagan yillari hisobga olinmaganini endi biladi. Agar avgustda bu ishlarni boshlab yubormasangiz, sentabrda navbat ko'payadi. Arxivlar va idoralar band bo'ladi. To'lovni olish yoki qayta hisob kitob qilish kechikadi. Men eng birinchi navbatda pensionerlarga shuni maslahat beraman. Avgust tugamasidan oldin o'zingiz haqingizdagi asosiy ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshiring. Bu oddiy ko'rinadi, lekin eng ko'p muammo aynan shu joydan chiqadi. Pasport yoki ID karta ma'lumoti yangilanganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'rimi? Tug'ilgan sana xato emasmi? Yashash manzili eski manzilda qolib ketmaganmi? Telefon raqamingiz amaldami? Bank kartangiz sizning nomingizdan va faolmi? Masalan, bir pensioner ayol turmush o'rtog'i vafotidan keyin familiyasini o'zgartirgan yoki eski hujjatda boshqa yozib qolgan bo'lishi mumkin. Pensiya bazasida bir xil, bankda boshqa xil yozilsa, to'lovda kechikish yuz beradi. Yana bir misol, erkak pensioner ID kartasini yangilagan, lekin pensiya bo'limidagi ma'lumotlar eski pasport seriyasi bilan qolgan. Bunday holatda ayrim xizmatlarda tasdiqlash jarayoni cho'ziladi. Odam nega pulim kelmadi deb bankka boradi. Bank bizga tushmadi deydi. Pensiya idorasi ma'lumotni yangilash kerak deydi. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, bu juda muhim. Masalan, Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chdingiz yoki qishloqdan shaharga o'tdingiz. Pensiya to'lovi qaysi hudud orqali yuritilayotgani, bank bo'limi, pochta orqali olish tartibi, hisob raqami bo'yicha ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar vaqtincha farzandinikida yashaydi, lekin doimiy ro'yxat eski joyda qoladi. Bu holatda ham manzil, aloqa raqami va to'lov usulini aniq qilib qo'yish kerak. Kimlar xavotir olish kerak? So'nggi 1 yil ichida pasportini almashtirganlar, familiyasi yoki manzil o'zgarganlar, bank kartasini yangilaganlar, pensiyani boshqa usulda olishni istaganlar, uzoq muddat boshqa hududda yashab turganlar. Kimlar juda xavotir olmasa ham bo'ladi. Hujjatlari o'zgarmagan, pensiya har oy bir xil tartibda kelayotgan, bank kartasi faol va muddati bor. Telefon raqami o'zgarmagan pensionerlar, lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki bir marta aniqlik kiritib qo'ysangiz, keyingi oylarda xotirjam bo'lasiz. Pensiya olishdagi eng oddiy, lekin eng ko'p uchraydigan muammo bank kartasi bilan bog'liq. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning kartasi muddati tugagan bo'ladi, lekin u buni bilmaydi. Karta qo'lida bor. Bankomatga solganda ishlamaydi
yoki pul tushgandek ko'rinmaydi. Ba'zan karta bloklangan bo'ladi. Pin kod noto'g'ri kiritilgani uchun vaqtincha cheklov qo'yiladi. Ba'zan pensioner eski kartaga pensiya tushadi deb yuradi. Aslida yangi hisob raqamiga o'tkazish kerak bo'ladi. Avgustda albatta bankingizga yoki bank ilovasidan foydalana oladigan farzandingiz yordamida kartangiz muddatini tekshiring. Karta old tomonda oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, Milgah 26 bo'lsa 2026 yil avgustgacha amal qiladi. Agar Milgah 24 yoki 27 kabi muddati o'tgan bo'lsa, karta yangilanishi kerak. Kartani almashtirish kechiksa, pensiya hisobga tushgan bo'lsa ham siz naqd pul yecha olmay qolishingiz mumkin. Agar pensiyani pochta orqali olsangiz, pochta jadvali, manzil va shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz tartibda bo'lishi kerak. Hayotiy misol, 72 yoshli otaxon har oy pensiyasini kartadan yechib oladi. Kartasi avgust oyida tugaydi. Lekin u sentabrda biladi. Shu orada kommunal to'lov qilish kerak, dori olish kerak, nabirasini o'qishi uchun yordam bermoqchi. Bankka bo'lsa, yangi karta chiqarish uchun ariza, shaxsiy hujjat. Ba'zan bir necha ish kuni kerak deyishadi. Natijada pul bor, lekin foydalanish qiyinlashadi. Agar u avgust boshida kartani tekshirganda muammo bo'lmasdi. Yana bir muhim nuqta, pensiya kartasini begona odamga bermang. Farzand, qo'shni, tanish yordam berishi mumkin. Lekin karta va pin kod pensionerning shaxsiy moliyaviy xavfsizligi. So'nggi paytda firibgarliklar ko'paygan. Telefon qilib pensiyangiz oshdi, kodni ayting. Kartangizga qo'shimcha pul tushiramiz. SMS kodni ayting deydiganlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman, bank ham, pensiya idorasi ham sizdan telefon orqali SMS kod, karta parol yoki pin kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol gapni to'xtating. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqan paytda hamma ish staji to'liq hisoblangan deb o'ylaydi. Lekin amalda eski yillardagi ish joylari, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, tuman idorasi, ta'lim yoki tibbiyot muassasasidagi davrlar bazada to'liq ko'rinmasligi mumkin. Ayniqsa 1900 yillar, undan oldingi davrlar yoki hujjatlari arxiga topshirilgan korxonalar bo'yicha muammolar uchraydi. Agar ish staji hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Avgust oyida men sizga mehnat daftarchangizni, eski buyruq nusxalarini, arxiv ma'lumotnomalarini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni, harbiy xizmat hujjatlarini, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar bo'yicha hujjatlarni bir joyga yig'ishni maslahat beraman. Agar sizning pensiyangiz kam hisoblangan bo'lishi mumkin degan shubhangiz bo'lsa, buni tekshirtirish kerak. Masalan, siz 35 yil ishlaganman deb bilasiz, lekin hisob kitobda 20 taqaj yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu farq kichik emas. Aniq misol keltiraman. Ayol kishi 1945 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 10 yil bozorda rasmiy ishlamagan, keyin maktabda texnik xodim bo'lgan. Pensiya tayinlanganda eski fabrikadan ma'lumot to'liq kelmagani uchun 6 yil staj hisobga olinmagan. U buni bilmaydi, chunki pensiya tayinlandi. Demak, hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Keyin arxidan ma'lumotnoma olib kelsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada kelgusidagi oylik to'lov o'sishi ehtimoli bor. Har bir holat alohida ko'riladi, lekin hujjat bo'lmasa, talab ham isbotlanmaydi. Yana bir misol, erkak kishi harbiy xizmatda bo'lgan, keyin qurilishda ishlagan, keyin xususiy korxonada rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlagan. Harbiy xizmat davri yoki ayrim ish yillari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, umumiy staj kamayib ko'rinadi. U men ko'p ishlaganman deb og'zaki aytsa yetarli emas. Buni tasdiqlovchi hujjat kerak. Shuning uchun avgustda arxivga so'rov berish, sobiq ish joyiga murojaat qilish yoki tuman pensiya organiga borib ro'yxatni tekshirtirish juda muhim. Kimlar ayniqsa e'tibor berishi kerak? Mehnat daftarchasida o'chirilgan, tuzatilgan, muhr tushmagan joylari borlar. Sobiq korxonasi yopilganlar. Ko'p joyda ishlaganlar, chet elda ishlagan davri borlar. Harbiy xizmat yoki imtiyozli ish sharoitiga oid hujjatlari borlar. Pensiya miqdori ishlagan yillarga nisbatan juda kamdek tuyulayotganlar. Kimlar xavotir qilmasa bo'ladi? Pensiya yaqinda tayinlangan. Barcha hujjatlari elektron bazada to'liq ko'ringan va hisob-kitob bo'yicha tushuntirish olganlar. Lekin baribir hujjatlarning nusxasini uyda alohida papkada saqlang. Ko'pchilik faqat asosiy pensiyani biladi. Lekin qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bo'yicha o'z huquqini so'rab ko'rmaydi. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har bir qo'shimcha to'lov ham hammaga bir xil berilmaydi. U yosh nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, kam ta'minlanganlik,
hududiy dasturlar yoki boshqa mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Avgustda siz tuman yoki shahar pensiya bo'limiga, mahallaga, ijtimoiy himoya organlariga borib, menga qanday qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar yoki yordamlar tegishli bo'lishi mumkin deb aniq so'rashingiz kerak. Bu savol juda muhim, chunki ayrim odamlar mening pensiyam bor, demak boshqa narsa berilmaydi deb o'ylaydi. Lekin ba'zi holatlarda pensiyadan tashqari dori-darmon, kommunal to'lov, parvarish, nogironlik vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, protez ortopediya buyumlari, oziq-ovqat yoki moddiy yordam bo'yicha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, yolg'iz yashaydigan daxmi yoshli pensioner bor. U har oy pensiya oladi, lekin yurishi qiyin, doriga ko'p pul ketadi. Agar u yoki farzandlari mahalla va ijtimoiy xizmatlarga murojaat qilmasa, uning holati tizimda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Yoki nogironlik guruhi bor pensioner ma'lum vositalarga ehtiyoj sezadi, lekin qaysi hujjat bilan qayerga borishni bilmaydi. Natijada o'ziga tegishli yordamdan foydalanmaydi. Yana bir holat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Farzand 15 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qishda davom etmoqda. Ba'zi holatlarda o'qishni tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilishi kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma kechiksa, to'lov to'xtab qolishi yoki qayta tiklash uchun ortiqcha yugur bo'lishi mumkin. Avgust aynan o'quv yili oldidan bunday hujjatlarni tayyorlash uchun qulay vaqt. Men tomoshabinlarga shuni aytaman: qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qo'shnim oldi, men ham olaman degan fikr bilan yurmaslik kerak. Har bir holat hujjat bilan tasdiqlanadi, lekin men hech narsa ololmayman deb ham o'zingizni cheklamang. Eng to'g'ri yo'l pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik hujjati bo'lsa u, oila tarkibi yoki yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar bilan murojaat qilib, yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. 5-ish, agar pensiya kechiksa, kamayib qolsa yoki qayta hisoblash kerak bo'lsa, yozma ariza bering. Eng katta xato shuki, odamlar og'zaki so'rab yuradi, bankka boradi, pulingiz tushmagan deyishadi. Pensiya bo'limiga boradi, tekshiramiz deyishadi. Mahalladan so'raydi, bilmadik deyishadi. Lekin rasmiy ariza yozilmasa, muammo aniq muddat bilan ko'rib chiqilmasligi mumkin. Shuning uchun avgustda pensiya bilan bog'liq har qanday muammo bo'lsa, uni yozma shaklga keltiring. Arizada nimalar bo'lishi kerak? Familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, muammo mazmuni. Masalan, men falon sanadan beri yoshga doir pensiya olaman. 2024 yil avgust oyi uchun pensiya to'lovi hisobimga tushmadi. Yoki mehnat stajim bo'yicha falon yillar hisobga olinmagan deb hisoblayman. Qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki bank kartam o'zgargani sababli pensiya to'lovini yangi hisob raqamiga yo'naltirishni so'rayman. Arizaga mavjud hujjat nusxalarini ilova qiling. Bu yerda men juda muhim maslahat beraman. Arizani topshirganingizni tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Agar onlayn topshirsangiz, ariza raqamini saqlang. Agar qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxasini o'zingizda qoldiring. Bu keyinchalik men murojaat qilgan edim deb isbotlash uchun kerak. Og'zaki gapni isbotlash qiyin. Yozma murojaat esa rasmiy jarayonni boshlaydi. Hayotiy misol, pensioner avgustda 200 ming so'm kam tushganini sezdi. U balki keyingi oy qo'shib berishar deb kutdi. Sentabrda ham muammo davom etdi. Oktabrda bo'lsa, sababini aniqlashga yana vaqt ketdi. Agar avgustdayoq yozma ariza berganida muammo tezroq ko'rilardi. Yana bir misol. Pensioner eski ish staji bo'yicha arxiv hujjatini topdi, lekin keyin olib boraman deb 3 oy kutdi. Qayta hisoblash masalasi esa ariza berilgan kundan boshlab ko'rilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Demak, vaqtni cho'zish pul masalasida zarar keltiradi. Endi men muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, har qanday oshirish yoki qo'shimcha to'lov avtomatik tushadi deb o'ylamang. Ayrim holatlar ba'zida avtomatik ko'rinadi. Ayrimlar esa hujjat va ariza talab qiladi. Masalan, yoshga doir oddiy o'zgarish tizimda ko'rinishi mumkin, lekin eski ish staji, arxiv ma'lumotnomasi, o'qish ma'lumotnomasi yoki parvarishga muhtojlik holati alohida tasdiq talab qilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo tug'diradi. Ismingiz bir hujjatda Muhammad, boshqasida Muhammad yozilgan bo'lsa, familiyada apostrof, tire yoki lotin kiril farqi bo'lsa, arxiv hujjatini bog'lash qiyinlashishi mumkin. Bunday holatda aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma sud orqali faktni belgilash yoki idoraviy tuzatish talab qilinishi mumkin. Men hammani qo'rqitmoqchi emasman, lekin hujjatni oldindan tekshirish keyingi muammolarni kamaytiradi.
Uchinchi nozik jihat ishonchnoma bilan pensiya olish masalasi. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki boshqa hududda bo'lsa, farzand yoki boshqa ishonchli odam yordam berishi mumkin. Lekin bu qonuniy va rasmiy tartibda bo'lishi kerak. Oddiygina kartani berib qo'yish xavfli. Ishonchnoma muddati vakolatlari qaysi to'lovlarni olishga ruxsat berilgani aniq yozilishi kerak. Aks holda oilada ham nizo chiqishi, pensionerning puli noto'g'ri sarflanishi mumkin. 4-nozik jihat chet elga uzoq muddatga ketish yoki boshqa davlatda yashash. Agar pensioner uzoq muddat O'zbekistondan tashqarida bo'lsa, to'lov tartibi, tasdiqlash hujjatlari, bank kartasi faoliyati, yashash holati bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ketishdan oldin pensiya organidan aniq ma'lumot oling. Kartamga tushaveradi deb o'ylab, keyin karta bloklanib qolsa yoki tasdiq kerak bo'lsa, masofadan hal qilish qiyinlashadi. 5-nozik jihat firibgarlar. Pensiya mavzusi bilan aldovchilar juda ko'p ishlaydi. Chunki pensionerlar ishonuvchan bo'lishi mumkin. Avgustda hamma pensionerlarga qo'shimcha pul beriladi. Ro'yxatga kiritish uchun pasport rasmini yuboring. Kartangizga kompensatsiya tushadi. Kodni ayting. Pensiyani 2 barobar qilamiz xizmat haqi oldindan kabi gaplarga ishonmang. Rasmiy to'lov faqat rasmiy idoralar orqali rasmiy ariza va hujjat asosida bo'ladi. Hech kim sizdan pul olib pensiyani oshirib bera olmaydi. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam uyda hujjatlar papkasini tayyorlang. Unga ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, bank kartasi ma'lumotlari, nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi. Oila tarkibi yoki o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, shularni joylang. Hujjatlarni telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin asl nusxalarni alohida saqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati, bloklanmaganligi, hisob raqami, SMS xabarnoma ishlashi, telefon raqami to'g'ri ulanganini aniqlang. Agar kartani almashtirish kerak bo'lsa, avgustning oxirgi kunini kutmang. Bankka ertaroq boring. O'zingiz bora olmasangiz, ishonchli farzandingiz bilan boring, lekin PIN kod va SMS kodlarini hech kimga aytmang. 3-qadam, pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Mening pensiya hisob kitobimda qaysi stajlar hisobga olingan, qaysi hujjatlar yetishmaydi. Qo'shimcha to'lov olish huquqim bor bo'lmasa, yozma ariza bering. Ariza raqamini oling. 4-qadam, ish staji bo'yicha shubha bo'lsa, arxivga so'rov yuboring. Sobiq ish joyingiz yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki tashkilotning voris korxonasi bo'lishi mumkin. So'rovda aniq yillarni, tashkilot nomini, lavozimingizni, ishlagan davringizni yozing. 1907 yildan 1904 yilgacha falon fabrikada tikuvchi bo'lib ishlaganman. Shu davr bo'yicha ish staji va ish haqi ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yozilsa, izlash osonlashadi. 5-qadam, qo'shimcha to'lov va imtiyozlar bo'yicha mahalla bilan ham aloqada bo'ling. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, nogironligi bor, daromadi kam, doriga ko'p xarajat qiladigan pensionerlar o'z holatini yashirmasligi kerak. Uyalaman, so'ramayman deb yurish kerak emas. Bu sizning haq-huquqingiz. Agar yordam mezonlariga tushsangiz, rasmiy tartibda ko'rib chiqiladi. 6-qadam, muammo bo'lsa, telefon orqali aytilgan gap bilan cheklanib qolmang. Yozib murojaat qiling. Murojaatda muammoni aniq yozing, hujjat qo'shing. Javobni qaysi manzilga yoki telefon raqamiga yuborish kerakligini ko'rsating. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta tushuntirish so'rang. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish huquqingiz bor. Demak, avgustda ulgurish kerak bo'lgan 5 ta asosiy ish shular. Shaxsiy ma'lumot va hujjatlarni tekshirish, bank kartasi va to'lov usulini tartibga solish, ish staji va arxiv hujjatlarini qayta ko'rib chiqish. Qo'shimcha to'lov va imtiyozlar bo'yicha huquqingizni aniqlash, muammo bo'lsa yozma ariza berish. Bu ishlar oddiy ko'rinadi. Lekin aynan shular pensionerning pulini vaqtida olishi, kam tushgan to'lovni aniqlashi va o'ziga tegishli imkoniyatlardan foydalanishiga yordam beradi. Men sizdan iltimos qilaman, agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi maslahatlarni unga tushuntiring. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz hujjatlarini tekshirib bering. Birgina karta muddati yoki bitta arxiv ma'lumotnomasi vaqtida hal qilinsa, odam oylar davomida asabiylashib yurmaydi. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikish karta muammosi,
staj hisobga olinmasligi yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha savol bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensionerlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim masalalarni yana oddiy tilda tushuntirib beraman.